Assalomu alaykum ustagilar. Mana yashiklarimiz chiroyli holatda bitdi. Mana ko'rishlar mumkin. Bu yashiklarimizga 10 tadan 20 ta ramka tushadi. Har bir yashikka 3 ramkadan cho'ntak ochib ketilgan. Har bitta yashikka. Bu yashiklarimizda materiali sasnadan bo'lgan, uchlik, hamma joyi uchlik taxtadan bo'lgan. Pol qismi, yollari uchlik taxtadan. Yashiklar kimga qiziq bo'lsa, kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqiladi. Manzil Farg'ona viloyat Bog'dod tumani. Telefon raqamimiz 91lik 056 0421. Har xil turdagi yashiklardan zakaz olamiz. Bu yashiklarimiz ertaga Qashqadaryoga kitobga yetib boradi. Kimga kerak bo'lsa o'sha yerdan olishlari mumkin. Telefon orqali. Bu yashiklarimizda romka tushadigan joyi 4,5 cm qilib berganman hozir. Kimga net santimetr kerak bo'lsa zakaz asosida tayyorlaymiz. Hamma joyi mana chiroyli holatda bitkazilgan yashiklarda. Bu yashiklarda qopqoq qismiga kelsak, mana qopqoqlari. Qopqog'imizni qalinligi 1.8-1.9 likdan bo'lgan. Mana ko'rib turibsizlar. Buni qopqog'imizning o'lchamlari 9,5 cm. Keyin qopqoq qismiga yangilik kiritganmiz. Qopqoq qismiga tepasiga 1.6 lik taxta qoqilgan. Bemalol odamni ham 100 kilogacha bo'lgan yuklar ko'taradi. Bitta to'rxonali yashigimiz. Bunga 5 ta ramka tushadi har bitta xonaga. Bularni yashigimizda qopqoq qismida tepasiga falga qo'yiladi. Har bitta qopqoqqa falga qo'yib chiqiladi, trosi bo'ladi. Xudo xolasa ertaga bitganini ham qo'yamiz. Yashiklarga baho berib, like bosib qo'yasizlar.